2017-yilda boshlangan cho'ng tutqunda 3 millionchi kishining tutqun qilinganligi jazmlashtirilgan va ularning oqibati ta hozirgacha bilinmayotgan ahvol ostida tutqunning yana izchil davom qilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Xitoyning bu yillik davlat bayrami harfisida Keriyaning Siyak yesidan 40 nafar, Fayzvatning Terim yesidan 8 nafar kishining tutqun qilinganligi dalillandi. Ma'lum bo'lishicha, davlat bayrami bexatarlik tadbirlari sifatida ijro qilingan bu tutqunda 2017-yildagi cho'ng tutqunda yoshi 18 ga yetmagan yoki shu mezgilda to'rdan tushib qolgan gumondorlar tutqun nishoni bo'lgan. BDTga a'zo davlatlar kelar hafta ovoz berib, kishilik huquq kengashining bir qism a'zolarini qayta saylab chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, bu qatam 15 davlat qayta saylanadigan bo'lib, Xitoyning a'zolik qarori to'shqan bo'lsa-mu, lekin u o'zini qayta nomzodlikka ko'rsatgan. O'shunda xalqlik paytda kishilik huquq tashkilotlari BDTga a'zo davlatlarni Xitoydek BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasi tomonidan Uyg'urlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilgan deb qaralayotgan bir davlatning kishilik huquq kengashiga qayta a'zolikka saylanishini to'sishga chaqirmoqda. Kishilik huquq tashkilotlari o'rtaq e'lon qilgan bayonotda BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasining 2022-yili Xitoyning Sharqi Turkistondagi dafsandichiligi xalqaro jinoyat, jumladan insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilishi mumkin deb xulosa chiqarganligi ta'kidlangan. Xitoy prezidenti Xi Jinpingning davlatining Amerika bilan bo'lgan munosabatining insoniyatning taqdiriga ta'sir ko'rsatadiganligini aytgan. Xabar qilinishicha, Xi Jinping Beijingda Amerika Kengash palata a'zolari bilan ko'rishgan. Xi Amerika Kengash palatasining ko'p sonliqlar rahbari Chang Shomer boshchiligidagi 6 kishilik vakillar o'migiga xitob qilib, Xitoy bilan Amerikaning o'zgarish va malmonchilik ichidagi dunyoda qanday o'tishi insoniyatning kelgusi va taqdirini belgilaydi degan. Amerika vakillar o'migining boshlig'i Shomer ikki davlatning bu asrni birlikda shakllantiradiganligini bayon qilib, shunga biz munosabatimizni mas'uliyatchan va hurmat bilan boshqarishimiz kerak degan. Falastindagi G'azza rayonini kontrol qilgan Hamas shanba kuni Isroilga qarshi qo'zg'agan Aqso kelgun harakatidan keyin Isroil va Hamas orasidagi urush davomlashmoqda. Erondagi taratqular harakat boshlangandan keyin hujumga aralashmaganligini aytgan, lekin Hamasning Isroilga qarshi tashkillagan hujumini qo'llagan. Rossiya taratqullari Amerikani bu rayondagi jiddiylikni kuchaytirish bilan aybladi. Rayondagi voqealarga qarata Xitoy taratqullari Falastin tarafini qo'llab xabar berdi. Hindiston taratqullari bo'lsa Isroil tarafini tutib xabar berdi. Erkinlik saroyi yangi doklad e'lon qilib, Xitoyning to'r erkinligini cheklashda uda 9 yil dunyo bo'yicha oldingi o'rinda turganligini bildirdi. Erkinlik saroyi 4-oktyabr bu yillik yer shari bo'yicha tekshirilgan to'r erkinlik dokladini e'lon qilgan bo'lib, dokladda ko'rsatilishicha, yer shari to'ri erkinligi uda 13 yil nacharlashgan bo'lib, Xitoydagi to'r erkinligi uda 9 yil dunyo bo'yicha eng nachar o'ringa tushib qolganligi bildirilgan. Erkinlik saroyi e'lon qilgan dokladda dunyo bo'yicha 70 davlatdagi to'r muhiti va erkinlik darajasi tekshirilib radga turg'izilgan bo'lib, erkinlik darajasini 100 numurdan baholaganda Xitoy oxirdan sanaganda 2-o'rinda turgan. Qozog'iston doiralari taratqularda ruscha emas, qozoqcha ishlatishga ilhomlantirish uchun yangi qonun loyihasini tayyorlayotganligini e'lon qildi. Gerçi hükümetleri Qozog'cha bo'lsa-mu, ammo rus tili 20 million nüfusli bu davlatda e'tirof qilinadi va keng qo'llaniladi. Qozog'iston madaniyat ministri Ayda Balayeva poytaxt Ostonada muxbirlarga axborot qonun loyihasida davlat tilining televiziya va radiodagi ulushini 50%dan 70% ga yetkazish planlandi dedi. Rossiya Qozog'iston orqali O'zbekistonga tabiiy gaz tutishni boshladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Rossiyaning tabiiy gazini Qozog'iston orqali O'zbekistonga yetkazish murosimiga qatnashdi.